Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Agar sizga tushingizda ko'rgan narsalaringiz ta'biri qiziq bo'lsa, unda albatta siz bizning kanalimizga obuna bo'ling va o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob toping. Agar kimga tushida bog' ko'rsa, agar bog'da gul va rayhonlar ekayotganini ko'rsa, qobil farzand tug'ilishiga dalildir. Boqqa shaftoli ekayotganini ko'rsa, farzand tug'ilib, tezda unga ilmu adab o'rgatishga dalil bo'ladi. Bog'ida rayhon o'sganini, bo'y cho'zganini va uning hidi dimog'iga kirayotganini ko'rsa, dono, botir va aqlli farzand tug'ilishiga dalildir. Rayhon hidi farzandga dalolat qiladi. Bog'ini yam-yashil, obod, oqar suvli, ko'shkli, daraxt mevalaridan yegan, xotini bilan tomosha qilib yurgan holda ko'rsa, ular jannat ahli ekanliklariga dalildir. Obodon bog'ni ko'rsa va mevalaridan olib yesa, boyvachcha xotin olishiga dalolat qiladi va undan mol va ne'mat topadi. Kuz faslida noma'lum bog'ga kirsa va daraxtlardan barglarini to'ksa, unga g'am va qayg'u yetishiga dalildir. Bog'da ko'shklar bo'lsa, sabzalar, oqib turuvchi suvlar, daraxtlar serob bo'lib, sohibjamol bir ayol uni imlab turganini ko'rsa, oxiratda jannat va hurlarni topishiga dalildir. Kirmoniy roziyallohu anhuning aytishicha, bog' tushda molli va jamolli ulug' kishi bo'ladi. Bahor yoki yozda bog'ni yashnagan holda ko'rsa, mevalar yetilgan bo'lsa, gul va rayhonlar ochilgan bo'lsa, oqar suvlar bo'lsa, u bog' o'rtasida o'tirgan bo'lsa, shahidlik bilan o'lishiga dalil bo'ladi. Yozda ma'lum va noma'lum bog' ko'rsa, mevalari shirin bo'lsa, daraxt barglari to'kilgan bo'lsa, ayon va xodimlardan ajralgan podshoh bilan suhbatdosh bo'lishiga dalildir. Yozda bog'ni yashil, sermeva va oqin suvli holda ko'rsa, daryo suvi oqib kelib, bog'ni qo'porib, xarob qilsa, diyor podshohiga o'lim xavfi borligiga dalil bo'ladi yoki ulug' sulton tomonidan podshohlikdan tushiriladi. Agar olov paydo bo'lib, bog' daraxtlarini yondirib yuborsa, podshohga fojiaviy o'lim yetadi. Bog'da tuyalar yurgan bo'lsa, o'sha mamlakat podshohi dushman ustidan g'alaba qiladi. Bog'da qo'ylarni ko'rsa, podshohdan mol va ne'mat topadi. Podshohga esa ulug' haybat bo'ladi. Bog'da parandalarni ko'rsa, podshoh lashkarlari ahdu vafoda turgan bo'ladi, biroq ularga ishonch bo'lmaydi. Bog'dan meva terib, uyga olib ketsa, o'sha mevaga yarasha xayr va manfaat topadi. Bog'ni besatilgan va yashnagan holda ko'rsa, bu bog' falonchiniki desa, u o'sha bog'dan meva olib yesa, yeganiga qarab bog' egasidan foyda topishiga dalildir.